O'tgan safar o'yladim shekilli. Hammasi tugadi deb o'yladim. Sen bu yerda darajang ko'pligi uchun qaytadan paydo bo'lding. Nima? Kim gapiryapti? Men sen ichingdagi kuchman. Endi sen avvalgi kuchlaringdan foydalana olmaysan. Nega foydalana olmas ekanman? Chunki ular endi yo'q. Evaziga sandiqdagi kuchlardan foydalan. Tushunmadim nega bunday bo'layotganini do'stlar. Aytgancha hammaga salom do'stlar. Bugun qaydirman. O'tgan videoda do'stlarga o'tkazdim. Aytgancha do'stlar, bu videoda sizlarda tanabiylarga binoan chiqardim. O'zingizlar shu videoni davom ettiringlar degan ekansizlar, davom ettirdim. Aytgancha keyin do'stlar modda qanday yuklashni bilmayapti ekan. Men shu videodan keyin o'sha modda qanday yuklashni o'rgatib qo'yaman. Obunani tagida bitta silka turadi, o'sha orqali kirib olib yuklashingiz mumkin. Unda videomizni boshlaymiz. Qani sandiqni ochib ko'ramiz. Sandiqda bizga kerakli har xil narsalar bo'lishi kerak, adashmasam. Bu nimaga to'g'risi tushunmadim. Aytgancha bugun meni katta jangim bor edi. Bu nima ekanini tushunmadim. Bunga ham tushunmadim. Aytmasam, bular oldingidek kuchli bo'lmasa ham kuch beradi. Demak, ikkita jon qo'shib beradi. Bu normal, bu kuchliroq ekan. Bularni kuchiga tushunmadim. Aytgancha buguncha uxlab olay, ertaga ishni hal qilarman. Ertalab tushdi-ku birpasda. Sezmay ham qolibman. Qaytadan kiyamiz. Aytmasam, buni qaytadan kiyganimda jonim ko'payadi. Yo'q, endi bo'lmayapti. Kuchli bosslar bilan jang qilasan dedi. U bosslar hammani o'tgan safar sachvordi. Qanday buni ishlab ko'raman? Yo'q, aniq o'tirganman. Wow. Yo'q. Nima bo'lib almashtir. O'ta g'afli ekan. Jonim ichib tashladi. Uydan ovqat olib ichib-icha jonim yomon ichib tashladi. Bunaqa darajada kuchli bo'lishini kutmadim to'g'risi. Olani. Creeper. Yo-mayo. Shu joyda rasxosini chiqarib ketdi. Yana senmi qoch. Sklet maydonga ketdi. Hozircha biz bu yerda bekitib olamiz. Aytgancha bu videoda men soat 9:17 da olyapman. Yo-mayo. Bu yerda top-tarasi ketibdi. Aytgancha men mototsiklga ham baho berib ketinglar. Kuchli jang bo'ladi deganda bu hozir men adashmasam uni kiyib olaman. Kuchliroq himoya bor adashmasam. Nima? Bobur bobo nimalar qilyapsiz? Sen bu yerda nima qilyapsan? To'g'ri aytsam, men seni taniyman. O'zingni o'tkir. Ikkiga bo'linib ketdi, dahshat kuchiga. To'g'ri aytsam, buni qo'yganim yaxshi, bu kuchliroq o'xshayapti. Bobur bobo, o'yey. Bobur bobo. Ha, nima deysan? Bugun kuchliroq bosslar bilan urushasan dedingiz. Shu gapingiz rostmi? Ha, bu yerda turgan zombilarni ko'ryapsanmi? Ha, hamma yo'qqa sochilib ketibdi, ko'ryapman. Uni bir zarbada mag'lub qildi. Aytgancha bugun bittasi bilan emas, ko'proq bosslar bilan urishing kerak. Mayli. To'g'ri aytsam, buni bir donasini olsam ham yetadi. Qolgani bu yerda tursin. Bu bosslar o'ta kuchli, ehtiyot bo'l. Ha, aytgancha o'tgan safar tashqariga qochib ketgandan keyin nima bo'ldi? Ha, to'g'risi unga nima bo'lganini ayta ko'rma. Undan qochib qutuldim. Kiyiming ham o'zgarib qolibdi. Evolutsiya qildingmi? Ha, evolutsiya qildim. Sen nega menga yordam beryapsan? Ha, shunchaki agar men ham sening ichingdagi bir jonzotman. Vaqt kelganda men seni tashingga chiqaman. Aytgancha do'stlar, sizlarda ham yomg'ir yog'yaptimi? Xuddi shu vaqtda agar yomg'ir yog'ayotgan bo'lsa, kommentga yozib ketinglar.
17 da qachon yoqqan bo'lsam. Ha, aytgancha, hozir yomg'irda ovozga yetib borvermaysizlar. Qani bu boss bilan urushaychi, nima debdi? Plager Jungli. G'alatim ism. Shu bossmi? Shu ya. Kecha qani zaharlandim. Yaxshiyam shu olganim. Qo'nim ochilma. Men birinchi bossingizni mag'lub qildim. Unda ikkinchisini ol. Plager Desert. Nima? Plager Desert. Tot. Plager Desert. G'alati nomlar beryaptimi bizga? Tushunmadim. Ular xullas meni bitta olgan. Qani Plager Desert. Bu Plager Desertni qanday ishlashini tushunmadim, lekin bu kuchli o'xshaydi. Yo'q, uzoqdan urish qobiliyati bor ekan. Menda ham bor, faqat eng kuchli qobiliyat kengayish. Hozir kim ichimdan kengayish dedi? Men aytyapman, ahmoq. Sen bilan gaplashib tom ketib qolyapti. Ey, seni topaman ketib qoldimi? Kim bilan gaplashyapsan? Yo'q, o'zim Bobur. O'tgan safargi jangdan keyin o'ta og'riqli yaralarim bor. Yo'q, sen kimsan? Hujumga. Eng kuchli kengayish. Yo'q, seni yo'q qilish qiyin bo'ladi. Tepadan turib olib yo'sh kerak. Yo'q. Bombalar. Xudoga shukr. Yo'q. Ko'zim alatib ketdi bu oq nurlarni ko'rib. Yo'q. Uni portlab tashladimmi? O'zimga bo'ladi. Adashmasam shunchalik hammasini tushirib tashlagan, chunki ko'rdingiz-ku meni ham qanday otib tashladi. Bu birinchi boss edi. Bosslar kuchlimikan? Ha, kuchli. Lekin men o'ylaganimdek emas. Sen bilan hali gaplashamiz. To'g'ri aytsam, Bobur bobo, siz ham evolutsiya qildingizmi? Ha, o'tgan safargi jangda men o'ta qattiq shikastlandim va menga evolutsiya qilishga ruxsat berishdi. Qani, yo'q, asalcha qandoq? Qani go'sht yesam, steakmi? Nima bu? Steakchi yemasan, a? Yo'q, yarim talon joyjasan. Steak yemasan ekan. Aytgancha Bobur bobo meni sovg'am nima edi? Hozir ko'rasan, avval bosslar bilan urash. Shu bosschami? Senga kuchsiz tushib qoldi. O'zi kuchli bo'lish kerak edi. Hammayla. Gapingizga ishondim, Bobur bobo. Hozir bittani olamiz. Bu kuchli boss ekan, Plager Max. Yo'q, men nima qildim senga? Bittani ko'plarni. Yo'q. Bu adashmasam qishloqqa zombilar 3 deb o'yladi. Keyin sen bilan to'xta, men seni o'ldirmoqchiman. Kengayish. Bobur bobo o'zgarishtirma qilmadimi? Yo'q, boram. Men kengayishni bilaman qanday ishlashini. Bu Bobur bobo hamma yo'qni bilar ekanda. Lekin yolg'on gapirayotganingiz foiz, chunki bu yangi qobiliyat. Hey, o'qaldan beri kim bilan gaplashyapsan? Yo'q, kim bilan o'zim. Sen o'sha jangdan beri g'alati bo'lib qolding. Hech nima bo'lgan yo'q. Axir bu terakas. Qoch! Kengayish. Kuchim yetmaydi bunga adashmasam. Kengayish muddati ham bor ekan. Buni ko'rsatishim. Jonimni ichib yubordi, ya'ni yaqinlashtirmasligim kerak. Kengayishga kuchlamaydi. Agar men buni yaqinlashtirsam mumkin. Oxirgi boss shumidi? O'ta osonki bu boss. Bobur bobo, bundan ham qiyinroq bosslaringiz yo'qmi? Mayli, bu safar yutding. Mayli. Endi sovg'angni olishing mumkin. Nima? Sovg'a ham xuddi shunday bosslarmi? Tushunmadim. O'ntalik tuxumlar, ovqatlar. O'yindagi narsalarni tepaga olib qo'y. Bular senga hujum ham qilishi mumkin, hujum ham qilmasligi mumkin. Tushunarli bo'ldimi?
Ha, tushunarli bo'ldi, Bobur bobo. Of, bu Bobur boboga ham tushunmaydi odam. Jonim ichib tashladi ular. Yana menga sovg'a sifatida o'shalarni beradi. Tushunmadim. Buni qo'yamiz. Buni qo'yamiz. Kutib turasiz adashmasam bu nimaga tushunmadim. Lekin Bobur bobo o'tgan safar menga o'rgatgan edi buni nima qilishdi. Buni qo'yamiz, buni qo'yamiz. Yana ikkita kutib turamiz. Ochib chiqdi, nima bu? Ovqat ber deyapti, demak, sen yaxshi bolakaysan, to'g'rimi? Yaxshi bolakay. Yana ovqat yesam, yaxshi bolakay. Yaxshi bolakaysan, to'g'rimi? Mana buni ham yeb ol. Bo'ldi. Sen kimsan? Mittagina. Sen ham qonni ochdimmi? Tezroq katta bo'linglar. Men sizlar katta bo'lishlarini intiqlik bilan kutyapman. Uf. To'g'ri aytsam, bu kelasi bir xilga ham o'xshaydi, bir xilga ham o'xshamaydi. Agar men bularni, to'xtang, Bobur bobo, o'zi nimaga bularni men boqib olishim kerak? Bu senga jangda yordam berishi mumkin bular. Ha, mayli, lekin bular men orqamdan yurishib davom etishyapti-ku. Xuddi shunday-da. Axir sen ularning egasiga aylanding. Voy, maqaka, kichkina toy. Vau, bunchalik tez bo'lishmasa. Qani buni ursam uradimi? Urdim. Meni urdi, qarab turishma. Voy, qonlari yochib qolganini qaranglar. Bularni tezroq katta qilish kerak. Katta bo'lganda qanday bo'larkin? Balki o'ta kuchli bo'lishar. Hamma narsa kichkina bo'lib, keyin kattayishadi. Do'stlar, men videoni shu joyda tugatishga majburman, chunki men YouTube'ga ko'p metrajli video qo'ya olmayman. Meni qaranglar, men super menga aylandim. Agar keyingi qismni ko'rishni xohlasanglar, kommentga yozib qo'yinglar do'stlar. Bo'pti, shu joyda men bu videoni tugatishga majburman. Xayr.